Soğuk bilezik. 6. kısım. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grupsi tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlayımız. Soğuk bilezik. Biz mashinada nahayet qısılıb uzun yol yürgəndən keyin türmege keldik. Türmenin qatmuqat darvozalaridan o'tib, alayda tekshirish o'rni 4-chi darvoza oldiga kelibmi bo'lgan edik. Bu yer bugun boshqacha edi. Saqchilar, ko'ndirilgan itlar, maxsus zaharlik chekimlik tekshiradigan bir necha odam va boshqa yordamchi jinoyatchi g'alchilarmi bor ekan. U yerda bizni tekshirishga boshildi. Biz sotdan qaytilgan vaqtda heliqi musulmonlar bilan so'zlashib turib qolganimiz uchun chetilish navbatimiz sapning oxiriga kelgan ekan. Qarang bu hikmatni. Odamlarni bir boshdan boshlab tekshirdi. Biz qarab turib o'tdik. Hamma jinoyatchilarning barmoqlarini bir-birlab qog'ozga bostirdi. Ondan yalang'och qilib badanlariga inchik qarab chiqishdi. Boshlari, quloqlari, hatto burun tushuklarigacha inchiklab qaradi. Texami maziyeri maqatning ichiga inchika to'kliq, balkim 15 sm keladigan bir narsani tiqatdi. Qarmoqqa u narsa bek og'ritib o'tadiganday qiladi. To'g'ri, albatta og'riydi-da. Odamlar "Voyjon!" deyishib ketadi. Taki bizga navbat kelguncha. Ayollar hammasining oldi keyin avratlarini shundoq tekshirdi. Biz rostlanib qo'rqdik. Balki men bekroq qo'rqqan bo'lishim mumkin. Navbat bizga kelgan edi. Oldi tarafdan bizning Xitoy tarjimonimiz bir narsalarni deb yinimizga keldi va "Sizlar bu yerda turib turinglar" dedi. Allohga hamdlar bo'lsin. Bizni bir chetga turg'izib qo'yib, boshqalarni tekshirdi. Tekshirilib bo'lganlar ichiga haydilib ketayotdi. Endi biz uchimiz qolgan edik. Biz bek qo'rqib ketgachkimi, qo'rqinchimiz chiroyimizga chiqib qolgan bo'lsa kerak. Saqchilar, "Qo'rqma" deydi. Ondan tarjimon, saqchi va yatoq boshliq yinimizga keldi. Ular birdam so'zlashgandan keyin, "Sizlar har juma kuni sotqa borsizlar. Sizlarni biz bilamiz. Sizlar zaharga aralashmaysizlar. Ammo boshqa jinoyatchilarga yordam qilib, zahar ilib kirmasliginglar kerak. Shundalar biz sizlarni bundan keyin bundoq tekshirmaymiz" dedi. Ya Alloh, bizga yordam qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Biz yana yig'ladik. Albatta bu xushallik yig'isi edi. Biz hozirgacha namoz o'qiy olmadik. Bundan keyin sotqa borganda namoz kiyimlarimizni ilib olsak bo'lamdi, dedim va so'zimga ulapla sot maydonida namoz o'qishga yer bergan bo'lsa, dedim. Men so'zlashib baqay, dedi saqchi boshlig'i. Bizni yatoqqa ilib mangdi. Biz mengavatqach yerda ancha-muncha qon yo'q turganligini ko'rdik. Tova, bu rahimsiz kofirlar og'riq ayollarga rahim qilmabdi-da, deydim ichimda. Turmining ho'ylisiga kirgandan keyin biz yuyinish ko'lchikida yuyindik. U vaqtda xubtan vaqti bo'lgan edi. Keynimizdan saqchilar musulmonlar bergan tomoqni ilib kiribdi. Yatoq boshlig'i keynimizdan kirib, "Bu tomoqni saqlab yanglar, boshqalarga bermanglar. Yana bir juma kunigacha qiynalib qolasizlar" dedi. Bu tomoq rostini 7 kunga tayyorlangandeklik ko'p edi. Biz tomoq yeb bo'lib, bugungi qazo bo'lgan namozni o'qidik. Keyingi kecha davomli boshda so'zlab o'tgandek o'tdi. Ertasi biz sirtqa chiqib, u yoq bu yoqqa qarab beqib, o'rnimizga ketmoqchi bo'ldik. Ammo mening qalbimda bu yerda boshqa Uyg'urlar bor degan tuyg'u bor edi. Chunki men 2 qitim Uyg'urcha ovozni anglagan edim. Biz doim o'ltiradigan yerimizga kelib o'ltirdik. Hozir biz bu turmaga xeyli ko'ni bo'lib qolgan edik. Hamma odam bizni to'naydi. Bu yerda bizga biroz qo'pollik qilib boqmadi. Men bolalarga so'zlab kelgan yerdan hikoyamni boshildim. Vatan. Biz altimiz ichkirga 2dan mengib Kunming shahridagi Rongye degan yerda jam bo'lishni maslahatlashgandan keyin oldida 2 qarindishim mengib ketdi. Ondan yana 2 qarindishim uy ximir turchida maxsus yoqtirgan girdini elib ularmi mangdi. Endi yana ikkimiz qolgan edik. Toki biz mangdigan shu kungacha men ayolimga bu ishlarni demagan edim. Chunki mening maqsadim ayolimni qo'yib keyin elib chiqib ketish edi. Agar ayolim pasport olaman desa, bir haftada pasportni ola oladi. Chunki Urumchida pasport elish oson edi. Ammo bizning hijrat yo'limiz noma'lum edi. Uning ustiga yo'l tog'liq, bekli jafoliq. Shun uning men bilan jafo tortishni xohlamaydim. Boshqa qarindoshlarim yengimizni ilib olsizlar deb ko'p maslahat bergan bo'lsa-mu,
Men qo'yib menishni qaror qilgan edim. Biz yo'lga chiqadigan kuni ayolimga hamma ishni aytdim. Shu vaqtda biz to'y qilg'ili endi 40 kun bo'lgan edi. Ayolimning ota-onasi bizning hijrat qilishimizga hargiz unumaydi. Ammo ayolim, "Men sizga yotliq bo'lgan. Har qayerda bo'lsa ayolmi shu yerda bo'ladi. Siz qayerga borsangiz, men shu yerga borman" dedi. Men "Qep qiling" desam zodi unimadi. "Siz jafo tortsangiz, menga malomat qilmaysiz" dedim. U "Albatta" dedi. Haqiqatanmi u degan gapida oxirgacha turib biror qitimmi qaqshimigan edi. Shu kuni tushdan keyin uchimiz poyezd orqali yo'lga chiqdik. Mening vatanda qilayotgan cho'ng bir qurilish ishim bo'lib, 3 yil bo'lgan qurilish edi. Balkim yana 1 yilda bitib bo'ladi. Men menishdan burun shirkat va qurilishning ishlarini heliq taqvodor ukamga topshirib qo'ygan edim. Mana bu hijrat hayotimda Alloh uchun qilgan tunji hijratim edi. Biz poyezd va mashina orqali Kunming shahriga keldik. U yerdan oldimizdagi xilvat o'rmonlikdan kesib o'tish uchun lozim deb qaragan ba'zi narsalarni oldik. Bizning oldimizda mangan ba'zi bolalar bilan Kunmingda uchrashdik. Biz boshda mangan bolalarning yo'l boshlashida Xitoy chegarasining eng oxirgi mashina baralaydigan yeriga keldik. U yerda bir kun turgandan keyin oldimizda ko'rinib turgan taqqa chiqishimiz kerak edi. Bu vaqtda 7 odam to'liq jamlanib bo'lgan edi. Oramizdagi shijoatli yigit tog'ning ma'lum bir yeriga opirib qo'ya oladigan kiroliq motorni tepibdi. Bu yaxshi ish edi. Bizning yuk taqlarimiz ko'p. Hammamizda xuddi urushga mangan Amerika askarlarining somka jabduqlaridek narsalarimiz jiq edi. Biz oldimizdagi tog'da 5 kun yo'l mansaq, bir mig'i o'tib ketadiganligimizni xarit orqali jazm qilgan edik. Tog'ning ichiga kirdik. Bundaq tog'lar mencha vatanda yo'q. Bugun taqqa bir kun yamishib chiqsak, ertasi tog'dan keyni tarafga yana bir kun serilib tushaddik. O'rmon nihoyat quyuq bo'lib, ba'zi yerlardan biror mushukmi o'talmaydigan quyuq o'rmonlik bor edi. Biz mushundaq necha kun mangdik. Aramızda ba'zi bolalarning putlarini oyoq qistab qonitib etgan edi. Ilib olgan yemekliklarimi bargancha azlab ketdi. Biz tayyorlab olgan so'qmoq narsalarimi buzilib sesidi. Yeyish mumkin bo'lmag'achqa tashlab etdik. Shu menishimizda balkim 10 kun bo'lgan bo'lishi mumkin. Bizda bir necha ko'kirib qolgan nondan boshqa narsa tugidi. Biz oldimizga nima uchursa shuni tutib yeyli deyishdik. Ammo cho'ng yilon qasirqidan boshqa hech narsa uchirmadi. Ayolim yeydigan tuzuk narsa bo'lmag'achqa bekla ojizlab ketgan edi. Bir kun atiganda ikki tog' uchrashgan kichik suv bar orliqda to'xtadik va shu yerda dam oldik. Orada biraylan "Bugun Qurbon hayit qarindoshlar, hayitinglarga muborak bo'lsin" dedi. Obul Qosim o'rnidan turib, "Men yaqin atrofda yeydigan narsa bo'lsa izlab baqay" deb ketib, xili bir vaqtdan keyin cho'ngliqqa qo'noqdek keldigan bir kichik qizil meva tepib keldi va "Buni yengam yesin" dedi. Mana bu bizning qurbonlik rizqimiz edi. Ayolim "Jiqroq epkanmay" degach xushal bo'lib yedi. Obul Qosim "Shu shaxti bari bir tall ekan" dedi. Bechora ukam o'z yemay ekapti ekan. Biz yana ilgirilishimiz kerak edi. Ertasi biz to'limi bo'shishib ketgan edik. Put-qo'llarimizda tuzuk kuchmi qolmagan edi. Biz shu holatda mengab bir yerga keldik. U yerda ko'p tiyinlar bor ekan. Biz tutmoqchi bo'lib, yarim kun qo'lgan bo'lsaqmi, tutolmay bargancha holsizlanib ketdik. Oxirgi ko'kirib qolgan bir non qolgan edi. Ayolim bekli bo'shishib ketdi. Bechoraning mang'udek holim qolmagan edi. Men nonni avaylab kesib uningga bermoqchi bo'ldim. Ammo u nonni qat'iy yegil unmadi. Non obdalli ko'kirib ketgan edi. Ammo yeyish kerak. Men yeyishga zo'rlab yalvurdim. Chunki uning bu yerda vafot tepishidan ansiraydim. Oxir amal bo'lmay qattiq muomala bilan uni nonni yeyishga zo'rildim. U yana unmadi. Boshqa qarindoshlarim ham yeyishga undidi. Hammamiz bekli ansirab qoldik. Men bolalarning oldida ayolimga "Nonni yegin, cho'qim yeysan" deb qo'pollik qilib azor berdim. Bechora bekli yig'lab ketdi. Chunki uni boshqalarning oldida, qaramoqqa uning nonni chaynig'idek holimi yo'q edi. Texi men bilmaydigan yana bir ish bo'lib, ayolim homildor ekan. Shunga u qattiq beorom bo'lib o'tibdi ekan. Oxiri bolamizmi tushib ketdi. Hurmatli o'qirman. Balkim bu asarni shu ayol ham o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Shunga men o'z vaqtida 5 odamning oldida shu ayolga qattiq azor berganim uchun barliq o'qirmanlar oldida u ayoldan kechirim so'ramoqchiman. Agar bu asar sizga yetgan bo'lsa, sizga deydiganim, meni kechiring. Sizdan asli 100 tirani kechirim so'ramoqchi edim. Ammo bu hayotda mumkin bo'lmadi. Alloh taolo sizga baxt ato qilsin. Oilangizni haqiqiy islom oilasidan qilsin. Yo'ldishingizga sodiq bo'lg'aysiz. O'g'lingiz islom olimlarining shirlari, qizlaringiz hayoliq hamshirlardan bo'lg'ay. Endi so'zimizga qaytib kelaydi. Bolalar bilan davomli oldimizga ilgirlashga plan tuzdik. Bizda boshqa imkonmi yo'q edi. Toki jon chiqicha cho'qim oldiga menishimiz kerak edi.
Ayolim mang'almadi. Biz balalar bilan o'rmonning shoxlarida zambil yasab ayolimni silib ko'tirdik. Ammo qarg'a kelmadi. Taqqa chiqmoqchi bo'lsak serilib ketdi. Oxiri men muramga ilib yudib oldiga ilgirladik. Keyin kichik bir o'ltirg'idek yerni topdik. Shu yerda Obul Qosim: "Aka, bundaq mangsak hammamiz halok bo'lishimiz mumkin. Biz yiltiz yap bo'lsimi, aramizdan ikki odam hamma narsani qo'yib oldiga berib baqayli. Yeydigan narsa yoki biror kent bormi izlab baqayli" dedi. Biz buningga qo'shilib ikki odamni yo'lga solmoqchi bo'ldik. Ular: "Agar 2 kungacha qaytib kelmasak, sizlar mengayveringlar" deyishdi. Oradan 2 kun o'tdi. Ular qaytib kelmadi. Biz yemeklik tugab ketib, nimalarni yedik, bular toza esimda qolmabdi. Biz tog'da taxminan 17 kun turdik. Bu jarayonda Alloh bizni yomg'irda qo'ymadi. Tog'ning kechasi bek sovuq, kunduzi issiq bo'ladi. Yotqidek yer topa olsak, chidir bor edi. Ikkidan bo'lib shuningda yotdik. Tog'da o'tin kangri edi. O kunlarni bekmi sig'inaman, chunki jafoliq bo'lsa-mu bo'shang emasdik. Hammamiz irodalik edik, ham jafo tortishga arziydi. Biz bu tog'da ko'p narsalarni o'rgangan edik. Bular xabar yetkazish, qarindoshlik, ochliqqa sabr qilish, sovuq va yuk ko'tarish qatorliqlar edi. Normalda bizga tog'da uchrab qolgan odam bizdan qo'rqib qochadi. Biz to'liq qurollangan, ya'ni 40 sm uzunlikda pichoq va palta xuddi Rambodekli edik. Balalarmi bekli shijoatli edi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nahya bihi fi 'izzatin tasmu bi